Assalomu alaykum hurmatli kuzatib boruvchilarimiz. Mana bugun vokzaldagi filialimizga kelib, obunachilarimizni izlab, ularga sovg'a tarqatamiz. Ketdik. Xo'sh, eng karavan Samarqand. Hammasiga obuna bo'lganman karavan. Gap yo'q, hozir mana shu karavan samni ko'raylik. Bizlarga obuna bo'lgan ekanlar. Bitta bu kishiga ham bering. Mana bitta xolamizga ham bering. Xolajon marhamat. Qani? Mana bu kishi ham bizlarga obuna ekanlar. Ko'rishlaringiz mumkin. Bu kishiga ham bitta. Marhamat. Reis. Karavan haqida fikrlaringiz qanaqa aytib o'tinglar-da, qanday narxlari arzonmi? Kiyimlari, hamyonbop narxlari. Mana bizlarga obuna ekanlar. Bu kishiga ham uzating. Mana bu kishi ham bizlarga obuna. Ko'rishlaringiz mumkin. Marhamat. Bu kishiga ham bitta uzating. Bu kishi ham bizlarga obuna. Marhamat. Bu kishiga ham bitta uzating. Assalomu alaykum. Mana bu kishi ham bizlarga marhamat. Bering bu kishiga ham bir dona. Marhamat. Bu ham sizga. Qani? Bo'lgan ekanlar, bering bu kishiga ham. Marhamat, bu ham sizlarga. Shumi? Aha. Qanaqa kamchiliklari bor? Qanaqa kamchiliklarni to'g'irlaylik, aytib o'tinglar. Cheysni karavan ekanda bu. Yaxshi ekan. Bir kun savdo qilmadi, qolib ketibdi bitta kiyimchasi. Nevarachamni. Keyin bir haftadan keyin qizim o'qishdan kelib so'rasa berib yubordi. Haqqoniyda endi. Mana bu kishi ham bizlarga obuna, ko'rishingiz mumkin. Mana. Bering.